Qo'limda 300 dollargacha bo'lgan top 3 ta smartfon. Hozir ularni qisqacha test qilib ko'ramiz. 3-o'rinda Tecno Spark 40 Pro Plus. Ekran yangilanish chastotasi 144 Hz. Ekranning o'zi 6.78 dyum AMOLED. Ranglar juda ham tiniq ko'rinadi. Asosiy profildagi Telegramga o'tib ilovalarni yuklab olishingiz mumkin. 2-o'rinda Redmi Note 14 Pro. Ekran yangilanish chastotasi 120 Hz. Ekrani 6.67 dyumli AMOLED. Bu smartfonimizda ham ranglar juda ham tiniq ko'rinadi. Protsessori MediaTek Helio G100 Ultra. 1-o'rinda Infinix Note 50 Pro. Ekran yangilanish chastotasi 144 Hz. 6.78 dyumli AMOLED ekranga ega va bu smartfonimizda ham ranglar tiniq ko'rinadi. Protsessori MediaTek Helio G100 Ultimate. Hozir qaysi smartfon PUBG o'yiniga birinchi bo'lib kirishini ko'ramiz. Tecno smartfonimizda kamerasiga olingan surat va videolarga baho berishingiz mumkin. Redmi Note 14 Pro kamerasiga olingan video va rasmlarga bitta baho bering. Bu Infinix Note 50 Pro kamerasiga olingan video va foto rasmlar. Uchala smartfonni ham AnTuTu test orqali tekshirdik va ballarni o'zingiz ekranda ko'rishingiz mumkin.